Oltinchi bob. O'zimni jazolashni to'xtatgan kunim. Ichki sud. Men uzoq vaqt o'zimga nisbatan juda qattiqqo'l bo'ldim. Xato qilsam o'zimni koyirdim, adashsam o'zimni ayblardim, yiqilsam o'zimni kamsitib qattiq urishardim. Ichimda doimiy bir sudya bor edi. Sudya ham men, ayblovchi ham men, aybdor ham men edim. Meni o'zimni mukammal emas deb hisoblardim. Men o'zimni kuchsiz deb o'ylardim. Men o'zimni boshqalar bilan solishtirib, har safar o'zimni kamsitardim. Lekin shuni anglamasdimki, men o'zimni jazolash orqali o'zimni barbod qilayotganligimni. Og'ir haqiqat. Bir kuni ichimda bir savol chiqdi. Agar men o'zimdan o'zimga dushman bo'lsam, kim menga do'st bo'ladi? Men yashab o'tgan hayotimdagi xatolarimni yillar davomida ko'tarib yurardim. Eski gaplar, iqrorliklar, o'y-xayollar, eski qarorlar, eski uyat hissi, eski sharmandachiliklar. Men o'zimni kechirmasdim, lekin shuni tushundim. O'tmishni jazolash bilan men kelajakni ham jazolayotgan ekanman. Eng muhim burilish bir kuni oynaga qarab shunday dedim. Sen qo'lingdan kelganicha yashading. Bu oddiy jumla edi, lekin ichim yorishdi. Men o'sha paytdagi ongim darajasida bilganimcha, qo'limdan kelganicha qarorlar qabul qildim. O'sha paytdagi bilim va ilmim bilan yashadim. O'sha paytdagi imkoniyatlarim bilan harakat qildim. Qo'limdan kelganicha to'g'ri qilishga harakat qildim. Demak, men yomon emas edim. Men shunchaki bilib bilmasdan o'rganayotgan edim. Xatolar, kamchiliklar, adashishlar orqali hayotni o'rgangan bo'lganman. Shunday hayotni yashab o'tib, o'zim uchun qonunlar, qarorlar, yangi iqrorliklar qabul qilishni boshladim. Oltinchi qonun. Men kim o'z hayotini yaratuvchi inson. Hozir va shu yerda, ongli ravishda, qalbim va vijdonim oldida. Allohni guvoh qilib, rasman e'lon qilaman. Mening qarorim mustaqil va ixtiyoriydir. Men o'zimni jazolashni to'xtataman. Men xatolarim uchun o'zimni sindirmayman va ayblamayman. Men o'tmishimni o'zimga qarshi qurol qilmayman. Men o'zimga rahm shafqat bilan qarayman. Men o'zimni kechiraman. Va men o'zimni qo'llab-quvvatlayman. Men o'zimni avaylab asrayman. Men o'zimni mening hayotimda birinchi o'ringa qo'yaman. Xato bu hukm emas, xato bu ustoz. Men o'zim bilan ittifoq tuzaman. Men o'zimga dushman emasman. Qilgan qarorimga butunlay javobgarlikni olaman.
va qilgan qarorim hayotimda namoyon qilinsin. Ichki yumshoqlik, qattiqlik meni kuchli qilmagan, u meni og'irlashtirgan. Yumshoqlik esa meni erkin qildi. Men o'zimni qabul qilganimda ichimdagi og'riqlik yengillashdi. Men o'zimni jazolashni to'xtatgan kunim birinchi marta tinch uxladim. O'zingizga savol bering. Sen o'zingni qaysi xato uchun hozir ham jazolayapsan? Agar o'zingni kechirsang nima bo'ladi? O'zingga aytmagan qaysi yumshoq gapni bugun o'zingga ayta olasan? Mana shu savollarga o'ylab javob bering. Yakun. Men o'zimni jazolashni to'xtatdim va o'zim bilan yarashdim. Men mukammal emasman, lekin men yetarliman. Shundayligimcha, borligimcha yetarliman. Shundan boshlab, mana shu fikrlarni o'zimga singdirganimdan boshlab, ichimda tinchlik paydo bo'la boshladi. 7-bob. Taslim bo'lgan kunim. Men charchadim. Men hammasini nazorat qilishga harakat qildim. Odamlarni, vaziyatlarni, natijalarni, hattoki kelajakni ham nazorat qila boshladim. Men kuchli bo'lishga harakat qildim. Hammani ushlab turishga harakat qildim. Hammani saqlab qolishga harakat qildim. Lekin ichimda bir charchoq bor edi. Men hammani ushlab turganimni o'ylardim. Aslida esa hamma meni ushlab turgan ekan. Kurash. Men hayot bilan kurashdim. Nega bunday bo'ldi? Nega hozir? Men taqdir bilan tortishdim. Odamlar bilan bahslashdim. Ichimdagi g'azab kundan kunga oshib borardi. Shunday kunlarni birida men bir narsani angladim. Kurash meni kuchli qilmayapti ekan. Kurash meni holdan toydiryapti ekan. Hamma kuchimni olib qo'yyapti ekan. Va eng muhim anglash keldi. Taslim bo'lish. Men taslim bo'ldim. Taslim bo'lish mag'lubiyat emas. Taslim bo'lish qarshilikni to'xtatishdir. Men birinchi marta dedim. Ikki qo'limni ko'tarib, Allohim, men charchadim, taslim bo'ldim. Butun hayotimdagi nazoratni senga topshiraman dedim. Bu jumlalarni aytgan vaqtimda juda ham qo'rqdim, chunki nazorat meni xavfsizlik hissini beradigan bulog'im edi. Lekin mana shu jumlalarni aytganimdan keyin ichimda bir sokinlik va xotirjamlik paydo bo'ldi. Mana shu anglash orqali 7-qonun dunyoga keldi. 7-qonun. Men o'lkim o'z hayotini yaratuvchi inson hozir va shu yerda ongli ravishda qalbim va vijdonim oldida Allohni guvoh qilib rasman e'lon qilaman. Meni qarorim mustaqil va ixtiyoriydir.
Men hayot bilan kurashishni to'xtataman. Men hayot bilan urushmayman. Men taqdir bilan tortishmayman. Men odamlar bilan olishmayman. Men o'z vazifamni bajaraman. Qolgan hamma vazifalarni o'z egalariga topshiraman. Men hamma narsani nazorat qilishim shart emas. Men har narsani o'z vaqti borligi bilan tan olaman. Men qarshilikni emas, ishonchni tanlayman. Qilgan qarorimga butunlay javobgarlikni olaman. Qilgan qarorim hayotimda namoyon qilinsin, ishga tushirilsin. Yengillik. Taslim bo'lgan kunim men zaif bo'lib qolmadim. Men yengillashdim va shuni angladim. Men hamma narsani ko'tarishga majbur emasman. Men hammani va hamma insonlarni tushunishga majbur emasman. Men faqatgina o'z yo'limda halol yurishga majburman. Men faqatgina o'z yo'limda halol, asl yurishga majburman. O'zingizga savol bering. Men nimani nazorat qilishdan charchaganman? Qaysi vaziyatni qo'yib yuborishga tayyorsan? Agar bugun kurashishni to'xtatsang, ichingda nima o'zgaradi? Mana shu savollarni o'zingizga bering va ichingizdagi chiqayotgan javoblarga ahamiyatli bo'ling. Yakun. Taslim bo'lgan kunim men ichki tinchlikni topdim. Men hayot bilan urushishni to'xtatdim. Men hayot bilan hamkorlikni boshladim va o'sha kundan boshlab men ichimda sukunat, tinchlik va xotirjamlik paydo bo'ldi. 8-bob. O'zimni sevgan kunim. Eng oxirgi o'rinda men edim. Men doim boshqalarni birinchi o'ringa qo'yardim. Ota-onamni, farzandlarimni, turmush o'rtog'imni, do'stlarimni. Men hammani tushunardim. Hamma uchun qayg'urardim. Hamma uchun kurashardim. Hammani tashvishini qilardim. Hammani hal ahvolini so'rardim. Lekin o'zimni oxirgi o'ringa qo'yardim. Men o'zimni unutgan edim. Noto'g'ri tushunilgan sevgi. Men sevgini, g'amxo'rlikni va shaxsiy chegaralarni o'rinlarini almashtirib qo'ygan ekanman. Buni anglamagan holda bajarib yurgan odam bo'lganman. Menga bolaligimdan har doim o'rgatishgan edi. O'zingni sevish bu xudbinlik. O'zingni birinchi o'ringa qo'yish bu noto'g'ri. O'zingni asrash bu uyat. Shuning uchun men boshqalarga sevgi berardim, lekin o'zimni qurbon qilib, o'zimdan voz kechib, o'zimni barbod qilib, boshqalarga xizmat qilardim. Shunday hayotni yashab yurgan vaqtimda kunlarni birida o'zimga savol berdim.
Agar men o'zimni sevmasam, boshqalarga qanday qilib chin sevgi bera olaman? O'zimda yo'q narsani boshqalar bilan qanday qilib bo'lisha olaman? O'zim to'ymagan sevgini bolalarimga, o'zim atrofimdagilarga qanday bera olaman? Mana shu savollar tug'ildi va shu savollarga berilgan javob hayotimda burilish nuqtasini bajardi. Men oynaga qaradim. Ko'zlarimda charchoq bor edi. Ichimda esa bo'shliq. Tanamni shunday zo'rg'a ko'tarib turganimni ko'rib turgandim va oynaga qaradim-da, ko'zlarimga tik qarab gapirdim. Men seni ko'ryapman. Men seni holingni his qilyapman. Men seni ahvolingni ko'rib turibman. Men seni ichki olamingning ahvolini ko'rib turibman. Men sening hol-holatingni ichimdan his qilib turibman. Bu gaplarni ko'zlarimga qarab aytgan vaqtimda ko'zlarimdan yum yosh oqardi. Bu oddiy jumlalar emas edi. Bu jumlalar shunday ichimdan chiqardiki, yuragim titrardi, butun tanam titrardi. Sababi oynadagi turgan aksim, bu meni haqiqiy, hech kim bilmagan, hech kim ko'rmagan aksim edi. O'zimni mana shunday ahvolga olib kelib qo'yganimni tan oldim. Va o'zimdan kechirim so'radim. Men o'zimni tan olmagunimcha shu ahvolga kelib qolganimni, mana shunday hayotni yashayotganligimni tan olmagunimcha hayotim o'zgarmadi. Oynadagi aksim bu meni hozirgi hol-holatim edi. Mana shu oynaga qarab turib, 8-qonun, shaxsiy qonunim dunyoga keldi. Men o'lkim o'z hayotini yaratuvchi inson. Hozir va shu yerda, ongli ravishda, qalbim va vijdonim oldida Allohni guvoh qilib, rasman e'lon qilaman. Meni qarorim mustaqil va ixtiyoriydir. Men o'zimni sevaman va qanday bo'lsam shundayligimcha qabul qilaman. Men o'zimni borimcha, borligimcha sevaman. Men o'zimni borimcha qabul qilaman. Men mukammal emasman. Lekin men Alloh tomonidan yaratilingan mukammal san'at asariman. Men o'zimni boshqalar bilan solishtirmayman. Men o'zimni kamsitmayman, past sanamayman. Men atrofimdagi odamlardan tepa hammasman, past hammasman. Shu odamlar qatorida turgan, tenglikda turgan oddiy bir bandaman. Men o'zimni jazolamayman va boricha oxirigacha barbod qilmayman.
Men o'zimga g'amxo'rlik qilaman. Men o'zimni birinchi o'rinda himoya qilaman. Men o'zimni, hayotimni, tanamni qanday bo'lsa shundayligicha qadrlab baholayman. Qilgan qarorim va tanlovlarimni tan olaman va mana shu qilgan qarorlarimga butunlay javobgarlikni o'z qo'limga olaman. O'zimni sevish bu xudbinlik emas. Bu ichki sog'lomlik. Bu ichki issiqlik. Men o'zimni sevgan kunimdan boshlab hayotim o'zgarishni boshladi. Tashqi sharoit birdaniga o'zgarib qolmadi. Asta-sekin, qadamma-qadam o'zgarishni boshladi. Mana shu ichki iliqlik paydo bo'lgandan keyin ichimdagi sovuqlik asta-sekin erishni boshladi. Men o'zimga mehr bilan qarashni, qadrlashni, ko'ngliga qarashni, avaylab asrashni boshladim. Odamlardan kutgan mana shu mehr, avaylash, shirin so'z, qadrlash, mana shu xislatlarni hammasini o'zimga berishni boshladim. Men o'zimni qo'llab-quvvatlashni boshladim. Va mana shu xatti-harakatlarni, gap-so'zlarni, hammasini, mehrni, oqibatni o'zimga qaratgan vaqtimda shuni angladimki, men o'zimga eng yaqin inson ekanman. Mening hayotimdagi, atrofimdagi odamlarni ichidan eng yaqini, qanday bo'lsam shundayligimcha qabul qiladigani, borligicha ko'nglimga qaray oladigani, meni ichimdan his qila oladigani bu o'zim ekanman. Mana shu so'zlarni anglaganimda o'zimni qattiq quchoqlab oldim va borliging uchun rahmat, tashakkurlar aytaman deb ichimdan suyundim va o'zimga o'zim rahmatlar aytdim. Endi siz o'zingizga savol bering. Sen o'zingni qanchalik sevasan? O'zingga oxirgi marta qachon mehr va muruvvat ko'rsatding? Agar bugun o'zingni birinchi o'ringa qo'ysang, nimadan boshlaysan? Mana shu savollarga o'zingiz javob bering. Bilingki, bu savollarga javob bergan vaqtingizda sizni ichki olamingizda juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Yakun. O'zimni sevgan kunim men yolg'iz emasligimni angladim. Men o'zimni bilar edim. Shuni aniq bilamanki, agar men o'zimni tanlasam, hayot ham meni tanlaydi. Agar men o'zimni birinchi o'ringa qo'yadigan bo'lsam, hayot ham meni birinchi o'ringa qo'yadi. Agar men o'zimni qo'llab-quvvatlab, ko'nglimga qaraydigan bo'lsam, hayot ham meni qo'llab-quvvatlab, ko'nglimga qaraydi. Demak, men o'zimga nimani ravo ko'rsam,
Hayot ham xuddi shu narsalarni menga ravo ko'rar ekan. Bu anglash juda chuqur va juda keng ma'noga ega bo'lgan anglash bo'ldi. 9-bob Hayot qonunlarini tan olgan kunim. Tasodif yo'q. Bir paytlar men hayotni tasodif deb o'ylardim. Ba'zi narsalar omad, ba'zilari esa omadsizlik deb o'ylardim. Ba'zi odamlarni baxtli tug'ilgan, ba'zilari esa baxtsiz, omadsiz bo'lib tug'ilgan derdim. Lekin yillar o'tib shuni angladim. Hayot tartibsiz emas ekan. Hayot adolatsiz ham emas ekan. Hayot qonunlar asosida ishlaydi ekan. Faqat biz bu qonunlarni bilmay yashaymiz ekan. Sabab va natija. Men o'ylaganim ta'sir qiladi. Men aytganim qaytadi. Men qilganim ko'payib keladi. Ya'ni hamma narsa mendan boshlanadi. Men olamga nima bersam, hammasi o'zimga qaytadi ekan. Men o'zimni qurbon deb o'ylaganimda, hayot menga qurbonlik vaziyatlarini beradi. Men o'zimni kuchli deb his qilganimda, hayot menga imkoniyatlar beradi. Shunda angladim. Hayot ko'zguga o'xshab faqatgina sizni ichingizdagi his-tuyg'ularni, o'y-xayollarni, gap-so'zlarni va fikrlarni, iqrorliklarni aks ettiradi ekan. Unga baribir ekan. Ya'ni hayot sizga faqatgina aks ettirish vazifasini bajarganligi uchun hamma mas'uliyat sizning o'zingizda, sizning ichki olamingizda bo'lar ekan. Eng muhim burilish. Bir kuni o'zimdan so'radim va o'zimga aytdim. Sen hayot bilan urushayotgan yo'qmisan? Endi bundan buyog'iga hayot bilan kurashishni bas qil. Va mana shu so'zlarni aytganimdan keyin, hayot bilan kurashishga kuch sarflashni to'xtatganimdan keyin, men hayotni o'zgarmaydigan qonunlarni o'rganishni boshladim. Hayotni qonunlarini bilish va ularga amal qilishi o'rtasida juda katta farq bor. Hayot qonunlarini bilmasdan yashash bu shunchaki o'z kuchingizni havoga sovurish bilan tengdir. Agar uni qonunlarini bilib, unga amal qilib yashaydigan bo'lsangiz, uyg'unlik holatiga kelasiz. Mana shunaqa qilib hayot qonunlarini asta-sekin tan olishni boshladim. Men sabab-natija qonunini tan oldim. Men energiya qonunini tan oldim. Men vaqt va sikl qonunlarini tan oldim. Va eng muhimi, men o'zimni bu tizimni bir qismi ekanligimni tan oldim. Ya'ni mana shu tizimni ichida bor ekanligimni va mana shu tizimdan alohida yashay olmasligimni tan oldim.
9-chi qonun. Men o'lkim o'z hayotini yaratuvchi inson hozir va shu yerda ongli ravishda qalbim va vijdonim oldida Allohni guvoh qilib rasman e'lon qilaman. Meni qarorim mustaqil va ixtiyoriydir. Men bugundan boshlab hayot qonunlariga qarshi emas, unga uyg'un yashayman. Men evolyutsiya qonunini tan olaman. Men ko'zga ko'rinmaydigan iyerarxiya qonunlarini tan olaman. Men sistema qonunlarini tan olaman. Men energiya qonunlarini tan olaman. Men vaqt qonunlarini tan olaman. Men sikl qonunlarini tan olaman. Men yin-yang qonunlarini tan olaman. Men karma qonunlarini tan olaman. Men bumerang qonunini tan olaman. Men balans qonunini tan olaman. Men tozalik, poklik qonunini tan olaman. Men rozilik qonunini tan olaman. Men dualni mir, ya'ni ikkilamchi dunyo qonunlarini tan olaman. Men tanlov erkinligi qonunlarini tan olaman. Men natija va sabab qonunini tan olaman. Men tortishish qonunini tan olaman. Men 4 fasl qonunini tan olaman. Men hozir va shu yerda qonunini tan olaman. Men xatti harakat qonunini tan olaman. Men zanjir qonunini tan olaman. Men 10 yillik sikl qonunini tan olaman. Men hayotni navbat qonunini tan olaman. Men hayotni ong darajasiga mos hayotni yashash qonunini tan olaman. Men hayotni ekkaningni orasan, berganingni olasan qonunini tan olaman. Men kattadan mayda muhim qonunini tan olaman. Men bu hayotda hech narsa abadiy emas qonunini tan olaman. Men atrofing oynang qonunini tan olaman. Men sen o'zgarsang taqdiring o'zgaradi qonunini tan olaman. Men katta va kichik qonunini tan olaman. Men sabab va natija qonunini tan olaman. Men berganimni olishimni tan olaman. Men harakat natija tug'dirishini tan olaman. Men o'zimni aldab yashamayman. Men hayotdan mo'jiza kutib o'tirmayman. Men urug' ekaman, sabr qilaman va mehnat qilaman.
Men vaqtni o'z tizimi borligini hurmat qilaman. Men hayot bilan birga oqishni tanlayman. Qilgan tanlovim mustaqil va javobgarlikni olaman. Uyg'unlik. Men hayot qonunlarini tan olganimda ichimda qarshilik kamaydi. Men shikoyatni kamaytirdim, men ayblashni kamaytirdim, men kutishni kamaytirdim. Men yaratishni boshladim. Shunda angladim. Hayot dushman emas, hayot o'qituvchi. O'zingizga savol bering. Sen hayot bilan kurashyapsanmi yoki o'ynayapsanmi? Qaysi natijani xohlaysan, lekin sababini yaratmayapsan? Qaysi joyda sabr o'rniga shoshilyapsan? Mana shu savollarga xolisona javob bering. Yakun. Hayot qonunlarini tan olgan kunim men o'zimni kuchli his qildim. Chunki endi men tasodifga ishonmayman. Men ongli tanlovlarga ishonaman. Shuni aniq bilamanki, hayot har doim javob beradi. 10-bob. Yangi hayot bosqichiga o'tgan kunim. Endi ortga yo'l yo'q. Men uzoq vaqt tayyorlanib yurdim, o'qidim, o'yladim, tahlil qildim, tushundim, angladim. Lekin tushunish boshqa, mana shu holatlarni, fikrlarni, o'y-xayollarni yashab o'tish boshqa narsa ekan. Bir kuni ichimda aniq bir his paydo bo'ldi. Men endi eski hayotimga sig'mayman. Men endi eski hayotimda yashashga rozi emasman. Men endi eski hayotimda yashayotgan o'sha odam emas edim. Men o'sha qo'rquvlar, o'y-xayollar, fikrlar, nazarlar bilan yashay olmaydigan bo'lib qoldim. Men o'sha jimlikni ko'tara olmaydigan bo'ldim. Qo'rquv, ishonchsizlik, o'zini barbod qilishga javob beradigan his-tuyg'ular menga begona edi. Endi menda yangi bosqichga o'tish jarayoni boshlangandi. Yangi bosqichga o'tish jarayoni boshlangan vaqtda menda yangi hayotdan qo'rquv, chunki yangi hayotda meni noma'lumlik kutib turgandi. U joyda nazorat yo'q edi va kafolat ham yo'q edi. Lekin eski hayotimga ham qaytgim kelmasdi. Bir oyog'im eski hayotimda, bir oyog'im yangi hayotda turgandi. Tanlash o'zimning ixtiyorimda. Xohlasam eski hayotimga qaytaman, xohlasam yangi hayot, noma'lumlik, kafolatlanmagan yangi hayotga qadam qo'yishim kerak edi. Oldimda savol turgandi. Eski xavfsizlikmi yoki yangi erkinlikmi? Tanlov qilishim kerak edi va men yangi erkinlikni tanladim. Ichki
qasamyod. Men o'zimga ichimdan shunday dedim. Endi men o'zimga xiyonat qilmayman. Endi men o'zimni tashlab ketmayman. Endi men o'z xohishlarimni va istaklarimni eshitaman va hurmat qilaman. Endi men o'zimni oxirgi o'ringa qo'ymayman. Bu baland ovozda aytilmagan, lekin ichimda sokingina ovoz bilan pichirlab turardi. Mana shu ondan boshlab men boshqa hayotni yashashni boshladim. 10-qonun. Men o'lkam o'z hayotini yaratuvchi inson hozir va shu yerda ongli ravishda qalbim va vijdonim oldida Allohni guvoh qilib rasman e'lon qilaman. Meni qarorim mustaqil va ixtiyoriydir. Men yangi hayot bosqichiga o'tishga tayyorman. Men o'zimni yangilashga tayyorman. Men o'sishga tayyorman. Men o'zgarishga tayyorman. Men qo'rqsam ham yuraman. Men noma'lumlik bo'lsa ham qadam tashlayman. Men eski hayot ssenariylarimni yakunlayman va tugataman. Men yangi tanlovlarni ochaman. Men o'zimni kichkina odam qilib yashamayman. Men o'zimni hayotni yangi darajasiga chiqaraman. Bu tanlovim qat'iy va mana shu tanlovimga qilingan mas'uliyatni o'z qo'limga olaman. O'tish bir kunda bo'lmaydi. Lekin bir qarordan boshlanadi. Men o'sha qarorni qildim. Men o'zimni tanladim va hayotimga javobgarlikni oldim. Men o'zimni shaxsiy chegaralarimni qo'ydim. Men o'zimni sevishni, ardoqlashni o'rgandim va shunda angladimki, yangi hayot tashqarida boshlanmaydi. U ichkaridan boshlanadi ekan. Bu haqiqatni anglaganimda hayotimda juda katta burilish sodir bo'ldi. Yakun. Yangi bosqichga o'tgan kunim men mukammal bo'lib qolmadim. Men jasur bo'lib qoldim. Men shuni o'rgandim. Eski yashab o'tgan yo'lim, shu kungacha bo'lgan hayotim bu tajriba bo'ldi. Bugungi kundan boshlab qilinadigan xatti-harakatlarim va bugungi kundan boshlab boshlanadigan yangi hayotim bu meni ongli tanlovlarim asosida sodir bo'ladigan hayot yo'limdir. Bugundan boshlab men har kuni ongli tanlovlar qilaman.